yoz bilan g'ish quyamiz, g'ish yuklab, qishda to'plab qo'yamiz. Un, oq yog', ko'mir qilib. Shu bilan qishda yeb yotasiz. Demak, u qishga zaxira. Ha, molxonamga bekitib qo'yganman. Qishda ichaman. Bizga bu ish bas. Mehnatimiz shu. Bir kunda nechta g'ish qo'yasiz? 1-2 ta. Mingta. Loyimga qarab, bir kunlik loyni bir kunda chiqarishim shart. Mani boyligim shular. Men shular uchun yashayman. Tirikchiligimiz mana shu. Bizga bu ish bas. Mehnatimiz shu. Bir kunda nechta g'ish qo'yasiz? 1-2 ta. Mingta. Loyimga qarab, bir kunlik loyni bir kunda chiqarishim shart. Yoshligimdan beri quyaman. Odatda bu ishni erkak kishilar qiladi-da, qiyin emasmi sizga? Qiyin, endi chidaymiz-da. Nechta qo'yaman dedingiz bir kunda? 1000ta, 1200 ta qo'yaman. Loy ko'p bo'lsa 1000tadan 1200 tadan o'tkazaman. 10 qolib 20 qolib bo'lmaguncha 1000ta bo'lmaguncha dam olmayman-da. 1000ta qo'yaman deyapsiz. Shuni necha soatda qo'yib olasiz? Taxminan. Abedga 600 ta 700 ta qo'yapman. Abeddan keyin soat 5-6 gacha qo'yaman. 400-500 dan tashlab qo'yaman. 5 tali qolibdi qo'yaman. 10 qolib o'zingiz bo'ladi-ku. O'shani sanash oson bo'ladi-da. Xaridorlar o'zlari kelib olib ketishadimi? Ha? Bunday qilsan, "Led, sen g'ish tayyor deb olib ketishadi." Nech puldan sotyapsiz hozir donasini? 400 so'm. Menga mumkin emas aslida. Men sudurgi kasalim bor, menga mumkin emas. Iloji yo'q qo'yaman. Mo'la kim boqadi qolis bilan yurmabdi. Dadamlar ham sudurgisi bor. Dadam anaqa kasal bor, asma deydi-ku, ashtaqasi bor. Men sudurgi kasalim bor. Ayam ko'zi ko'rmaydi xolos. Ota-onamga o'zim qarayman-da. Meni boyliklarim ular. Qayerda o'rgangansiz g'ish qo'yishni? Dadam o'rgatgan. Yoshligimda, qizligimda. Biz yoshligimdan qo'yganmiz-da. Ana chuqurni ko'rmayapsan, chuqurda biz qo'ylaganmiz-da. 10 ta bakalashka dog' yoqib olasan 5 litrlikda, keyin un olib olasan. Un olib turib, keyin 10 ta bakalashka 5 litrlik dog' yoqib olasan. 10 qop, 15 qop un olsang, qish bilan yeb o'tirasan. Kartoshka, piyoz qilib, Qishga zaxira qilasiz-da. Ha, shaqil bosib olaman-da. Bahordan kuzgacha taxminan nechta g'ish qo'yasiz? 15 ming ashtaqa 20 mingtacha quyganman. Un, ko'mir, oq yog' ashaqalarni olib bo'lganman. Ko'mir ham olaman. Ikkita o'g'lim bor. Nima, bular yordamchi. Yordam berishib, bunaqa qilishadi. Opa-uka g'ish quyib, mana shu yerda tirikchilik qilib, oilada qilib biz o'g'il yo'q o'shanga birgalashib g'ish quyamiz opa-uka. Yozda naqada g'ish sotib, qishga zaxira qilib bosib olamiz. Un, oq yog', ko'mir qilib olamiz. Hozir necha puldan sotyapsizlar donasini? Hozir 400 so'mdan sotyapmiz. O'zlari yuklab olib ketishadimi? Ha, o'zlari yuklab olib ketishadi. Endi shu bilan qaysi oygacha qo'yasizlar?
Oktyabrgacha quyiladi. Oktyabrda to'xtatiladi. Qishda qanaqa qiyinchilik bo'lmaydimi oilaga qishda? Yo'q, hamma yo'g'imiz ovolamizda, ko'mirgacha, ungacha qilib. Ovolib kartoshka, piyoz, hamma yo'g'imizni ovolamiz. Menga o'yinchoqda bu ish. Boshqa ish emas-ku. Shu yoshligimdan qish quyganman. Necha yoshingizdan boshladingiz shu g'ish quyishni? Asha nima deydi, 8-sinfda, 7-sinfda o'qiyotganimda ham quyganman. O'shanda nechta qo'ygansiz? O'shanda esimda yo'q, 200 ta, 300 ta shuna quyardim. Odamlarga yordam berardim-da, to'ttali qolibdi. Dadam loyiha berib turardi, men qish quyardim. Bir oyda necha mingta sotasiz o'rtacha? Bir oyda bas, Oysha bir oyga bormay 15 kun, 20 kunda 2000 mingta qilib sotardim. Siz nimani orzu qilasiz? Men to'g'risini aytib qo'yaman. Dadam bilan onam jannatda yurishini orzu qilaman. Menga shu yetar. Bola chaqam jannatda, ota-onam jannatda yurishini orzu qilaman men. Meni baxtim meni ota-onam. Menga shu yetar. Otajonim bilan dadajonim jannatda yurib, toza joylarda yurishni orzu qilaman. Men ota-onam bo'lganda qasr uylar solib beraman bo'lardim deb niyatlar qilardim. O'g'il bola bo'lib qolganimda qaniydi deb orzular qilaman men hozirgacha. Oilada o'g'il yo'qmi? 3 ta qiz biz. To'rtinchi farzandmisiz? Kattasi. Lalaka ko'tarmanmi? Bir kasallik tutqanoq tutib qolmaydimi ish paytida masalan? Tutadi. Issiqda, boshqada. Kunisi ketsa, o'sha sudurga berib yuborardim. Dorim ichmasam ko'p asabim buzilish, menga asabiylash, suyunib ketish mumkin emas. Asabiylash mumkin emas. Dorim ichmasam tura olmayman. Men yotib turaman. Doyim. O'ziyaptimi? To'g'risini olib ichkizib qo'y. Qani nima? Hozir shu bilan qaysi oygacha g'ish qo'yapsiz? Har xil. Men uchun sentyabr, oktyabr. Bular oktyabrda to'xtatgandan keyin men noyabr, dekabrdan kutib turaman-da. Yo'q, o'shanda kun suganda quyasiz. Kun soviydi-yu. Kun soviganda nima qilib to'xtatib, nima qilsangiz, pulingizga hamma cho'ntagingizga pul bo'ladi. Bir qop un keladi. Hozir to'rtta baklashkada qo'yib qo'ydim. Demak, u qishga zaxira. Molxonamga bekitib qo'yganman. Qishda ichaman. Yoz bilan g'ish quyamiz, g'ish yuklab, qishda to'plab qo'yamiz. Un, oq yog', ko'mir qilib. Shu bilan qishda yeb yotasiz. Keyin yana yozga kelganda yana qish quyasiz. Mehnat, pul. Endi siz mehnatda topilgansiz-ku. Masalan, bekorchilikni yomon ko'rasiz-da. Qishda ish yo'qligida diqqat bo'lib ketmaysizmi? Asabiylashib qolaman, diqqat bo'lib qolaman. Qulog'imga Bluetooth taqib olib, navshini taqib olib, zerikkanimdan ashula eshitib o'tiraman. Bo'g'ilib qolaman. Ish yo'qligida. Men yozni yaxshi ko'raman. G'ish quyib, ashula eshitib, g'ish quyganing yetmaydi, mazza qilib. Qarang ishlar, asalgina qilib. Endi bu asosan erkaklarning ishi-ku. Nima bo'pti? Men ham erkak kishiman o'zi. Dadam o'g'liman-da. Erkak kishi bu qo'ydimi, ayol kishi nima qo'ydi? O'g'ilning o'rnini bosish ekanda demak. Men dadam o'g'liman, men bilan dadam. Meni ota-onam, dadam bilan onam meni o'g'ildan ham ziyoda ko'radi. Meni o'g'lim deb yurgan olsa dadam bilan. Anasi onam mendan faxrlanib turadi, onajonim duolar qilib turaman onam. Men boyligimda onam bilan dadam. Menga dadam bilan ham bo'lsa bo'ldi. Topilaveradi, ular topilish qiyin. Singlim ikkalamiz qish quyapmiz. Singlim bilan birga qish quyamiz. O'zi ham naryoqda jija quygan. Bu baniki, uniki ag'da. Alohida quyasizlar-da. O'zingizga yarasha xaridorlaringiz bormi? Men hozir 200 takan 5000 ta. Quydim, loyim chiqdi, bir turpog'im. Pulim bo'lmay qolib,
Pensiyam chiqmay qolib, turpog'im tugab qoldi. Yana to'ktirdim bu yerga. Abita kech keldida turpog'im toshalmay qoldi. Necha pullar bitta kamasi tuproq? 400 ming, 450 ming, 500 ming. Yaxshi bo'lgan 400 mingga to'kdim. Nechta chiqadi undan ish? Bir kamasi tuproqdan. Bir kamasi turpoqdan 200 stakan 5 mingta chiqdi.